Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomizda tushda mushuk ko'rish va uning turli holatlarining ma'nosini islomiy tush ta'biri asosida batafsil tahlil qilamiz. Mashhur olimlar Ibn Sirin, Abdulghani al-Nabulsi va Ibn Shahin al-Zahiri yozishlaricha, mushuk tushda ko'rish insonning hayoti, atrofidagi odamlar, yashirin dushmanlar va ehtiyotkorlik belgisi hisoblanadi. Agar tushda mushukni oddiy holatda ko'rsangiz, bu sizning hayotingizda ehtiyotkorlik va atrofdagilarga e'tibor berishingiz kerakligini bildiradi. Mushuk dostona bo'lsa, yaqin atrofdagi odamlar bilan yaxshi munosabatlar, tinchlik va baraka ramzi hisoblanadi. Agar mushuk tishlasa, bu sizga yaqin bo'lgan yoki yashirin dushman tomonidan zarar yetkazilishi mumkinligini bildiradi. Tushda mushuk bolalarni ko'rish, bu yaqin vaqt ichida oilada, do'stlar orasida yoki ishda kichik va foydali yangiliklar kelishini bildiradi. Mushuk bolasini boqish yoki unga e'tibor berish, bu insonning o'z mas'uliyatini yaxshi bajarishini, yaqinlar bilan muomalada ehtiyotkorlikni bildiradi. Agar tushda mushukni oldirsangiz, bu hayotdagi muammolardan, noxush vaziyatlardan xalos bo'lish va o'z yo'lingizni mustahkamlashni bildiradi. Ammo ba'zi ta'birchilarga ko'ra, mushukni oldirish ehtiyotkorlikni kamaytirish va xatarlarni oshirish ramzi ham bo'lishi mumkin. Shu sababli mushuk bilan aloqada ehtiyotkor bo'lish tavsiya qilinadi. Tushda mushuklar ko'rish, bu atrofingizda bir nechta inson bilan munosabatlarga, ehtiyotkorlik va diqqatga ishora qiladi. Mushuklar tinch va do'stona bo'lsa, bu hayotda baraka va yaxshi yangiliklarni bildiradi. Agar mushuklar mushtlashsa, bu yaqin atrofdagi kelishmovchiliklar yoki janjallarga ishora qiladi. Mushukning rangi va xatti-harakati ham tushning ma'nosini belgilaydi. Qora mushuk yashirin dushman, ehtiyotkorlik va ogohlantirish belgisi. Oq mushuk baraka, tinchlik va yaxshilik ramzi. Agar mushuk tinch va sog'lom bo'lsa, bu yaqin do'stlar, baraka va muvaffaqiyatni bildiradi. Mushuk kasal yoki ranjigan bo'lsa, ehtiyotkorlik va noaniqlik ramzi. Mashhur olim Umar Qori rahmatullohi alayh yozishicha, tushda mushuk ko'rish insonning hayotidagi kichik muammolarni, yashirin dushmanliklarni va ehtiyotkorlikni anglatadi. Mushuk bilan o'ynashish va unga gamxo'rlik qilish esa baraka va hayotdagi yaxshi voqealarga ishora qiladi. Shuni ham eslatib o'tish kerakki, tush ta'biri har bir insonning holatiga qarab farq qiladi. Shu sababli mushuk tushini talqin qilayotganda hayotingizdagi vaziyatlarni ham hisobga olish muhimdir. Agar siz ham shunday tush ko'rgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Biz buni keyingi videolarda batafsil tahlil qilamiz.